Bu nima degan o'rik bu? Nechi pul? 10 ming? 10 ming. 10 mingmi bu? Bunisi qizil qandaqmi? Burxon bu qancha bu? 10 ming. Bu ham yaxshi quriydi, bu ham. 10 mingcha kam bor ekan. Chang olma qancha chang olma? Olg'a bilmayman. Shopto'la qancha anjir? Anjir 14 ming deyapmiz, so'raveramiz. Qanchadan ketyapti? Yegasini bilmasdan. Yo'q. Akasi nechi pul aka anjirni? 15 ming. Nechi pul ketib so'rayapti aka? Nechi pul so'rashdi? Qancha bermadi? 8 mingga bermadimi? 8 ming 10 ming so'rayapti. Yaxshi. Zo'r. Bo'laveradi. Nechi pul ekan o'ringlar akalar? 10 ming ekanda. 10 ming. Bo'lishimi yo sotilishimi? Aytilishi. Aytilishi. Gullar qancha ekan gullar? 30 ming. Yasha. Gap yo'q. Buni olim shekilli. Sizniki nima tog'a? O'rik. O'rik nechi pul o'riklar? O'rikni 4 ming yaptan. Shopto'langchi. Shopto'ni ham sho'dan. Bu nima darg'aldoqmi bu? Darg'aldoq. Oyoqim yeyveraman. Mana kuperlar, slivalar chiqdi, mana chaymollar chiqdi, mana giloslar chiqdi, mana. Mana giloslar mana. Bozor qaynayapti. Dars ximiton bittasi sig'adi. Bitta to'kib Qancha beradi bo'lchami? 10 ming hisob berma. Alga sig'maydi hech bola. Bilamizmi? Qo'qol. Damoqor? Sotib olib, paket sayz bo'ldi. Men bir narxni bilmoqchiman. 5 pul so'radi demoqchiman. Ha. Anjirdichi? Sanjar aka, shoptolim bor-da. Bemalol buni sotib olaman. Lekin mana sanjar islatdim. Jina yurak laraqa arqadan juda Shoptol olaman. Shunaqa gaplar mana. Nima degan shoptol aka bu? Arosat degani. Arosat. Nechi pul bor arosat? 5 mingga berib olaman. Bu maydalari-chi? Maydalarini kelishtirib beraveramiz. 3 ming berib yuboramiz. Bo'ladigan bo'lsa, iskan kerak. Zo'r, zo'r. Aka zarg'aldoqmi bu? Nechi pulda? Ot yog'ida. Ha, ot yog'. Nechi pulda? 10 mingdan beraveraman. Qancha so'rashdi? 7 ming. 7 ming so'rashdi mana qadrdonlar. Shunga ko'rsatyapti. Aka YouTube'ga olaman aka. O'qchi bozorida o'tib chiqaveradi, ko'raveradi. Giloslar ham mana o'zar giloslar. Nechi pul mana giloslar? 30 mingga berilmayapti ekan. Zo'r, aka bozor. Mana gilos dodasi nechi pul ekan dodasi sizdanmi? Nechi pul dodasi? 60 ming ekan mana doda gilos ekan. Bu ham borib. Zo'r. Bakalasini qolib qoldi gilos ekan dedi. Ha? Oq nechi pul oldi aka? 5 ming deyapti. 5 ming. Qancha to'lashdi? Qancha to'lashdi? 3 ming. Yaxshi. Zo'r. 3 ming. Bu nima deb olmay tog'alar bu? Hoji. Ha? Hoji olma. Hoji olma. Nechi pul hoji olma?
Bular tayinli ko'tirgan bu bozorga yetganda bozor qiladi. Ha. Shoxida nechi pul? 7000 kam bor ekan mana shoxida. Bop, pulida bor. To'g'ri ekan. Nechi pul ekan bular? 6000 qilishyapti, ikkovini nagiga 4000. Ishlab qo'y. Bu nima degani bu qizil? Nomi nima buni? Nechi pul? Turetskiy masa boya Turetskiy. Nomi nima ekan buni? Big Ben. Big Ben. Big degani katta degani, ha? Beni nima bo'ladi? Ben degani Katta benmi? 6000 qilishyapti. Katta ben ekan. Narigalar 4000. Malades. Changalma qancha ekan akalar? 8000. 8000 kam bor. Tog'an ish bo'l shaptonlar. 15000 malades. Yaltira o'rlar qancha opa? 10000. Nechi pul qildi? 8000 berdim. So'rashga to'g'ri, so'rash. Mana shunaqa gaplar ekan mana. Uzum nechi pul ekan aka? 15000 deyapsiz. Urratga o'tamiz. Qanday ko'rik qancha ekan, qanday ko'rik? Nechi pul qildi axir? Otasini olasizmi? Men videoga olaman aka. Narxini bilishim kerak xolos. Muxlislarga. 10000 deyapmiz. Ha, 10000 deyishardi. Shunaqa. Gilos qancha bo'ldi gilos? 9000 olibdi. 20000 dan olibdi mana gilos. Ijra. 20000 bo'libdi mana shu gilos. 20000. Bu ham Big Ben'mi bu ham? Big Ben'mi bu ham ekan nomi? Yo'q. 100 kilo oladi. 100 kilolar muttasidda Big Ben deydi. Shunaqa qizil, yo'q Big Ben boshqami? Shatoni turib qo'yishga. O'sha Qancha deyapsiz? Qancha ko'rdi? Qanchani ko'rdi? 12. Zo'r. Big Ben. Shumi o'sha Big Ben? Turetskiydan Big Ben debdi-da. O'shada, shu ham. Bozor qaynayapti. Ularlar stankalar buni qo'lni. Bu zamonda klientlar mana yukladigan qilishayotgan. Hamma klientlar yuklayapti. 40, 90, 30. Hammasi yukib bosyapti mana shunaqa. Shunaqa gaplar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'qishni bozorga kelaverasizlar.